Dekabr haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozorida joylashgan sochiqlar do'konidan ko'rsatyapmiz. Narxlar bilan tanishamiz. Avvalo bu joyda manzilini eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan bu do'konning manzili. Va alaykum assalom. Endi bularni narxi bilan tanishtiramiz-da. Hop, adyollarimiz bor, qadarishli. Yaxshi zo'r. Bularimiz 110 ming so'mdan. Mana. Qadarki yaxshi zo'r narsa. Hammasi original chotka adyollar bo'ladi. Nech pul deyapsiz buni? 110 ming so'm. 110 ming so'm. Shu 110 ming so'm bersa olib ketaveradimi? 110 ming so'm bersa olib ketaveradi. Zo'r. Bu necha kishilik bu? Bu 2 kishilik, bir qavatli. Bir qavatlik bo'lar ekan, 2 kishilik bo'lar ekan. Bunisi-chi, mana chamadonga o'xshab turibdi-yu. 2 kishilik, ular bir qavatli qalin versiyasida. Ha. To'g'ri. Nech pul narxi? Bular 110 ming. 110 ming so'm. Keyin bulari bor 280 mingdan. Mesela qalin bo'lgan adyollar. Ha. Bulari 85 ming so'mga 2 kishilik bir qavatli barushka adyollar. Barushka siz hamma biladi. Yaxshi, pastdagilar nima? Shularning rasvetkalarimi? Yo'q, bular takrival nimalar? Takrival adyol degan bo'laveradi, 2 kishilik. Mana. Tiyib olmasin yerga, ko'taring, ha. Klub qilib ishlatilsa ham bo'laveradi. 2 kishilik. Yaxshi zo'r adyollar 25 ming so'm atiga narxi. 25 ming so'm. Aha. 25 ming so'm. Nimalar bor? Adyollar. Meselsa qilib berishamiz. Mana. Bu nima bu? Litskiy adyollar. Ha. Bularimiz narxi 25 ming so'mlar. 25 ming so'm, donaga. Rasmlarimiz ko'p. Telegram kanalimizda hammasini rasm bor. Sochiqlar necha pul bo'lyapti? Hop, bularimiz mana 50 ta bo'ladi ichida. Narxi 40 ming so'mdan, donasi 750 so'm, 800 so'mdan tushadi. Shu turishi 40 ming so'm, ha? Aha. Mana bular. Ichida 50 ta bo'ladi. Aha, mana bular bor. Bulari 35 ming so'mdan, donasi 600 so'mdan tushadi. Ha. Mana bular ham xuddi shunaqa. 35 ming, donasi 600 so'mdan tushadi. Ya'ni 3,5 ming so'mdan aylanadi bu 5 taligi. Ha. Aha. Javomblarda katta sochiqlar bor. Hop, bulari 2800 so'mdan qilib beryapmiz. Pachkasida 50 ta bo'ladi. 50 tasining narxi 140 ming so'm bo'ladi. Ha. Aha. Mana bunaqa sochiqlarimiz bor. Bular 30 Bularimiz narxi 1500 so'mdan, ichida 50 ta bo'ladi, 75 ming so'm bo'ladi. 75 ming so'mga 50 ta sochiq. 50 ta sochiq. Bular rasitkalari ko'p. Bularda 16 xil, bularda 9-8 xil rasitkalari bor. Bunisi o'sha haligi kichkina sochiqcha, bunisi haligi kattarog'i. Xo'p, endi ichkariga kiramiz. Hop, ona bola sochiqlarimizga kelsak, ona bola sochiqlarimiz 50 mingdan tortib 85 minggacha ona bola sochiqlarimiz bor. Hammasi kачествоsi zo'r, sifatiga garantiya beramiz, grammajlari og'ir bo'ladi. Xitoydagi ham bor, ha? Xitoydagi ham bor. Xitoy sonlasi O'zbekiston sochiqlarimiz bor, 85 ming so'mdan bo'ladi. Bular necha puldan? Hop, bularimiz 120 ming so'mdan. Tashqoqa nimalar? O'yinchoqlar. Bularchi? O'yinchoqlar. Ular 120 ming so'mdan hammasi. Hali pachkachada sochiq bo'ladi-yu, 10 talikmi? Aha. Ular necha puldan? Ular 35 ming so'm, 40 ming so'm mana bular mehmonga qo'yiladigan. Zalli sochiqlar bular 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan, ha? Aha. Mana bular ham 40 ming so'mdan. Joynamaz ham bor ekan, ha? Aha, joynamazlar ham bor.
Gapiravering. Endi narx nechi pul buni? Bularimiz 45 ming so'mdan donaga, 40 ming so'm optimga. 45 ming so'mdan donaga, 40 ming so'mdan pachkaga. Shundaymi? Necha xil rasvetkasi bor joy namozlaringizni? Oshiq rasvetkalari bor. Joy namozi keyin bo'yi katta. Haligi sajda qilganingizda oyog'ingiz chiqib ketib qolib, o'z turganingizda sajda qiladigan joy yetmay qolmaydi, katta. Mana shu hammasi joy namoz shekliga. Hammasi joy namoz. Keyin mana bunalar gilam 2 2 ga ga 3 razmer bor. 3 razmer gilam ekan. Necha pul bu? Bularimiz 280 ming so'mdan Ha. 250 mingligi ham bor. 250 mingdan 280 ming so'mgacha ekan. 280 mingligi Xitoy. 280 ming so'mligi Xitoy ekan, 250 ming so'mligi O'zbekiston ekan. Xo'p, bu dushdagi nimalar necha pul? Xo'p, bularimiz 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan. Mikrofibra materialli bo'ladi. Mana bulari mahra materialli. Bulari hop 190 ming so'mdan 100% paxta bular. Ana boshdagi nima necha pul? Bular 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan ekan. Aha. O tepada karobkali sochiqlar necha puldan? Karobkali sochiqlar ular har xil bo'ladi. Karobkalari 5 ming so'mdan qo'shilaveradi. Ona bola sochiqlarga misol uchun 65 ming sochiqni olsak, karobkalari bilan 70 ming so'm bo'ladi. Ha, karobkani alohida o'zi ham sotiladi. Alohida sotilib Karobkani ichiga xohlagan sochiqlaringni solib berishaverar ekan. Qorbobo sochiqlarimiz keldi. Ular 45 ming so'm, kimga kerak bo'lsa. Mana. Qorbobo archa sochiq. Mana sochiqlaringizni tanishtiring endi. Hop, bu qo'l sochiqlarimiz 6 ming so'mdan. Mana. 6 ming so'mdan ekan bunisi. 30 gellik razmer bo'ladi. Ha. Hop, mana ularni 10 ming so'mdan. Mana. Bular 10 ming so'mdan 35 ga 70 razmer bo'ladi. Sartarish xonalariga ham juda zo'r tushadi. Yaxshi. Bular narxi necha pul bo'lyapti bularni? Qaysilarni? Mana shu turibdi. Mana bularning narxlari, mana ular 5 mingdan, mana ular 6 mingdan. Apple'larimiz Ana shu ko'rsating shu kattaligini ham ko'rsin-da. Aha. Mana. Apple'larimiz 7 ming so'mdan. Apple sochiqlar, qo'l sochiqlar. Mana bu sochiqlarimiz, mana bular yangiliklar 70 ming so'mdan, mana bulari 65 ming so'mdan. Palasi sochlarimiz zo'r ketyapti, bulari 70 ming so'mdan. Keyin babu holatchalarimiz bor. Mana bularning nechi bor, ota? Bular 45 ming so'm. Bu xalatcha shumi? Qaysi holatcha? Bu holatcha emas, ular qo'l sochiq. Mana Qo'l keyin babu sochiq. holatlarimiz bor. Bulari optimga 40 ming so'mdan qilib beramiz. Optimga 40 ming so'mdan ekan. Aha. Optimga 40 ming so'mdan qilib beramiz. Joy namozda mana bunaqalari ham bor. Ha. O'sha uchamda 3 burchak bo'ladi. 4 burchak bo'lmaydi. Unisi nechi pul? Bunlar 45 ming donaga, 40 ming optimga. Xo'p, bular nechi pul? Hop, bularimiz 6 ming so'mdan, har xil rasvetkalari bor. Mana. Bemalol zakaz berishaveradi. 12 viloyatga dostavka bor. Hop, ulari 20 ming so'mdan, 15 ming so'mligi ham bor. Keyin mana ulari 6 ming so'mdan. Buchi? Hop, ularimiz 13 ming, 11 mingdan tushadi donasi. Ha. Yaxshi, sizning nomeringiz nechi? Hop, men nomerim 50lik 50lik 502 80 80 80 telefon nomeriga telefon qilasizlar. Ismlari Ro'zali. Aloqaga chiqishaveradi. Dasturga bor. Bu do'konni manzilini yana qaytarib aytib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Shu bozorning ichida joylashgan bu do'kon. Mana filda o'yinchog'i nechi pul? Bunisi? Hop, bular 120 mingdan. 120 ming so'mdan ekan. Har xil razmerdagi sochiqlar bor mana. Joy namoz ham qo'shildi mana.
Kelaverasizlar. Mana shu ekranda ko'rinib turgan 3 ta nomerdan eng tepadasiga telefon qilaverasiz. Sizniki tepadagi nomeri 50 502 80. Agar juda katta ob'emni oladigan bo'lsa 97lik 502 80 80 nomerlariga aloqaga chiqishaveradi. salomat bo'ling.